Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'ridan oldi. Hozir zaharlik chekimlik yoshlarimizda borgan sir ig'ir ijtimoiy ofatga aylanmoqda. Bu ofat xalqning umidi bo'lgan yoshlarni baxtsizda, mahbuslar, saranglar, jasadli lagerga ittirmoqda. Shuni bilishimiz kerakki, millatni yolg'iz to'p zambiraklar emas, chekimlik naychisi, ichimlik ro'ngisi bilan buzuqchilikni xor zabun qila oladi. Abdushukur Muhammad Emin 30 yoshga kirmay turib 100 yillik hayot qismatlarini beshidan kechirgan og'i beg'ishlayman. 5-bob. Ko'rli Lotnur oshliq punktining ombariga besilgan 22 tonna qoqning setilmay yotganiga 35 kun bo'ldi. Yotoqqa kirib yetib uxlab, talog'i chiqib xaridor izlab, tomoq yeb qochib bekarlab, xolada o'ltirib, qo'rsoq bo'shitib zerikib ketgan o'bilyor 24 kun bo'lganda yo'lda mashina to'sib yurtiga qechib ketdi. Endi hamma balari to'qinaq, shaldir shapiliq qadrdan qolgan edi. O meva-chevi top setish bozorlariga kirib, melini maqtab, boshlab kelgan xaridorlari bir necha tog'arlardan o'chimlab olgan guli qoqqa qarabla, bu bulturqi ko'ni malkan desa, ba'zilari qurt tushishga boshlabdi deyishib yinib ketadi. Kunlar o'tgan sari qadrdonning vujudini ansizlik iskanjilari bo'g'ib oldi. Mana kunligi 20 so'mdan 35 kunda jami 700 so'm ombor haqqi zimmasiga ortildi. O'zi qoqlarni saqlab omborda yotqashqa mehmonxona puli tejilib qolgan bilan yemak ichmak turmush lozimatliklari uchunmi pul suda ketyapti. Kundan kunga andishi ichida qolgan qadrdon G'uliqoqni Udul Urumchiga yetkazib ketishni o'ylab qoldi. Biroq pulni ombor haqqini na'dan hal qiladi? U yan o'yla, bo'yan o'yla, oxir Ubul Hasanga telefon bermoqchi bo'lib turganida oshliq punkt boshlig'i Hamid qadrdon sana telefon deb chaqirib qoldi. Xuddi oltin to'shqon tepib olgandek xo'shal bo'lib ketgan qadrdon ushqandek ishxonaga kirdi-da, telefonni qo'liga oldi. U o'ylagandekla telefonda Ubul Hasanning ovozi yangradi. "Ha qadrdon, men hamma ishni Ubul yerdan oldim. Savallik mendan o'tdi. Sizlarni xalta yo'lga selib qo'yib, ko'p jafoga qo'ydim. Ubul Hasanka, hozir bunday gaplarni deydigan vaqt emas," dedi qadrdon to'ribkini u qo'lidan bu qo'liga yetkazib. "Men qoqlarni Urumchiga yetkazmoqchi edim. Biroq ombor haqqi va kira puldan qisilyapman. Qanday qilay?" "Men sana pul perevod qilaman. 24 soat ichida topshirib olasan." To'ribkada Ubul Hasanning ovozi cho'ngildi. "Ammo G'uliqoqni tez bir taraf qilishga oldira. Havo qattiq isiyotdi. Ombor qurg'oq ham issiq kelib qolsa, G'uliqoq qutlab ketadi. Nem bo'lsa, ko'kirib sesiydi, uqdingmi? Uqding, xotirjam bo'ling. Urumchiga yetkash oldida odam yollab, G'uliqoqni oftobga silib, shamolda deb qayta quritaman." "Hay, aslida u qoq 2-chi darajaning 2-chisiga tushadigan, ya'ni kilosi 1 so'm 50 tiyinlik qoq edi. Hozir 1 so'mdan osimi? Yo'q, qanchadan olsa 60-70 tiyindan osimi beraver. Chunki butunlay foydaga qolgan qoq. Bekordan bekor to'kib o'tgandan ko'ra, o'zining chiqim va kirolarini tuzilsin mayli. Ha qadrdon, yana bir muhim gap. Ko'lichi Xolimat qori mol tizimligi bilan 50 ming so'm pulni aeroplan elib ketdi. Uni Yoqub hojimdan topshirib ol. Iloji bor, mol bilan birlikka. Yanchiqiga chashqan kirsa, yomonlab chiqdirek bo'lib qolgan qadrdon shu kunlar Lotnur bozoridan 30 yoshlik ishlamchidan ikkini tepib, kunligini 50 so'mdan so'zlashdi. Ular 300 tog'ardek G'uliqoqni ochliq qurtadigan maydonga yetib, Ravrus qurib bo'lguncha ko'rakda uyurib-churib beradigan bo'ldi. Hatto
ular tağarlarga qayta qaçılab, maşınlarga besip berişni öddiga edişdi. Qadirdan degandek ertisi tushdan keyin Loknur ochliq punktiga kelgan. 4000 so'mning pul chekini topshirib oldi. 3 kech kunduz optob qisilib, shamoldatgan qoqlarni ikki ishlamchi tog'orlarga qayta qachilab, og'zini chashqon qo'liq qilib, sim bilan yo'mab tikishga boshladi. İştapqınığı xoş bulup ketken işlemçiler balı sevgiyendan bekmi suyindi. Boğay halallık bilen can köydürüp işlevatqanlığı torqudullu bilinip duratdı. Peşanısidiki gerelişip ketken qo'riqlardan oqqan ter ko'zlarini echishtirib etgan muqandaq ular pat-patla yanlarida sürtüp qo'yatdi. Shu esnada shahar yük to'shish kolondan 2 mashinani 1600 so'mga so'zlashib elib kelgan Qadirdan o'zini ishdan ko'nglakni selib ishga kirishib ketdi. U qoqlan mashinaga besilib bo'lguncha 40 kunlik ambar haqqiga 800 so'm to'lab talon kestirib oldi. İki işlemchining ish haqqi kun hisobi bo'yicha 400 so'm bo'lgan bo'lsa-mu Qadirdan jafo chekdinglar. Bir vaqt tamoq elib bersam bo'ladi. Lekin ulgurolmaydigan o'xshayman. Shunga bu pulga ishkanglar tamoq yeb, oshxonaga bolalarga bir narsa olasizlar. Deb yana 50 so'm qo'shib bergan edi. Ishlamchilar ko'zlariga ishonmay qoldi. Dunyoda mundaqmi saqovat egillari bor ekan. Bak, 50 so'm. Bu aşı bechora ishlamchilar uchun nurg'un pulda. Ular yashang'irib turgan ko'zlarini mo'ldirlatib Qadirdonga hamdu sano etishga boshladi. Xudoyim, martabalarni ustun qila, sevgiyan bola. To'pi olsila oltin, kul olsila kumush bo'la. Barliq qiyinlari oson qila. Xo'shamsa akila. Xo'sh Hamid aka. Açlık punkti darvosidan 2 mashina irg'anlab chiqqancha açlık punktining boshlig'i Hamid va 2 ishlamchi qo'llarini pullanib turdi. "Tova", dedi Hamid yoqasini tutib. "Cho'ng odamni kichik qilib qo'ygandekmi balikina? Yeshini so'rab baqsaq", dedi yuzi qo'ymaqdek qo'rilib qolgan ishlamchi. "Sizlar meni kichik ko'ryapsizlar. Men 35 yoshdan 4 oy ochdim" deydi. "Meningcha", dedi Hamid. "Uning 20si yolg'on, qolgani rost." "Opren o'zirga", beshini gildonlatdi yana bir ishlamchi. "Naq ko'nglimnikim" dedilar. Hamid bilan 2 ishlamchi balı sevgiyen haqqida zo'qinib paran qilayotganda 2 mashina Loknurdan o'tib, 2 tarafini qaniq holrang yo'lg'illa qaplagan ko'ni asfalt yo'lda ketyapti. Bu yo'l orqali shaharga kirmay, o'dilla qari shaharga kirib ketgan bo'ladi. Hozir Qadirdan guli qoqtin xotirjam edi. Chunki 3 kech kunduz qoqram optob va shamolga selingan qoq xuddi yangi qoqdek qurib sharaxlab ketgan edi. Hozir uning beshini qotirayotgani, qoqni tonish bilishlar bo'lmagan yot odamlarga setish masalasi edi. Buningda u ko'ngil oyib, tanglikda qoldigan ishlar yuz bermaydi. Ya'ni qoq ko'ngliga xo'p kelgan bahoga chiqqanda ondan sotadi. Hozir yangi qoq bozorga texi kirmagan. Ko'ni qoq oyoqlashgan. Bozorga kirdi deganda bu qurt tushgan yoki namlashib ko'pirishga boshlagan miyoni guli qoqlar edi. Qadirdonning elib ketayotgani 2-chi darajaning 2-chisiga tushadigan xeli go'shlik guli qoq bo'lib, hozirgi guli qoq qisqa vaqtida xaridorlar to'plashib bo'lsa, 1-chi darajaning 2-chisi, eng bo'lmaganda 3-chisiga ko'targili bo'ladi. Ammo tonish bilishlaring orlashib qolsa, guli qoqning ko'zi ochiqlik etadi. Bu qatimki 22 tonna qoq Obul Hasanning deyishicha 2-chi darajaning 2-chisiga taalluq. Ya'ni kilosi 1,5 so'mlik mal edi. Biroq u yil otlab ketdi. Qurut tushmadi degan holatdami 20-30 qoqning ichida birari qutlamay qolmaydi. Vaqt o'tgan sari qutliqlari ko'payib boradi.
Onun üstüge Loknurdaki ambarda 40 gün şamalga selinmay tenjiqti besilip yatdı. Şoňa qaqtın bütünley ümidi özülgen Obul Hasan aldırap tenep, bir somdun bolsumu 60-70 tiyindin bolsun berip et. Bekardan bekar tüküp etkenden köre özünün çıkımının bolsumu tüzülsün dep gapni üzüp etdi. Hatta qadrdanni işkilinip qalmasın dep ansirdimi, o bütünley paydığı qalgan qaq deyişdimi unutup qalmadı. Endiki gap qaqni qayerga apırıp setiş meselesi idi. G'arbi diyor meyveçevi şirketi, Qo'ng'irtosh meyveçevi şirketi, Dahiyan meyveçevi şirketi qatarlıq o'rinlarda bir yurtlik qaq tijoratchilari, ayonkeşlari, elip satarlari köperek. Eng yaqin tunishlarmi uchrab qolatdi. Şoňa ularning nazarida musulmonlar şirketi qaramag'idagi meyveçevi top setish bozori, ilmon savdo bozori deb tunilg'achqa bu yerga shalang'aroq keladi. Tunji qatam saygıyanlik utugatın taqab, pul atlık kız üçün bazar dep atıldıgan ot ketken ormanga qadam algan qadrdonning 22 tonlik qaq haqida o'ylamag'ini qolmadi. Shuningga qaraganda tijorat bilan savdo ismlik satangning foydin nozidan odamni jiddiychilik iskanjalarda bo'g'ib qiynaydigan lazzati yomon o'xshaydi. Ana shunda hayajon jiddiylik qaynamlariga kirib qolgan qadrdon o'rimchining bo'shig'isiga kirib kelganligini to'ymay qoldi. Bir kech kunduz yo'l yurgan mashinalar go'gun bilan tang yeshil qarg'ay mehmonxonasiga injiqlab kirib keldi. Qadrdon ikki shofirning qo'rshiqini to'yg'izgandan keyin yotoqqa belat elib berdi. O'ziga bo'lsa ayrim yotoq qoldi. Ondan u ko'cha avtobusiga chiqib Dajaygodagi Yaqub hojimning uyiga bordi. Xolmat qorim Obul Hasan telefon bergan kuni yo'lga chiqqan taqdirdimi? Tunigun atagandala Urumchiga tushdi. Bu chaqqicha balkim pul va mol tizimligini Yaqub hojimga berib bo'lgandi. Qadrdon Xolmat qorimni tonimaydi. Faqat musofirlar mehmonxonasidagi bir yurtlik aqasam yerlardan uning ko'lichi ekanligi. Ko'pincha Guangzhou, Kunming, Guilin taraflarga ko'p pishmish yo'tkaydiganligini anglagan edi. Qorong'u tushgan. Dajaygoning aholilar joylashgan tor ko'chalarda chiroqlar gumba yurib turadi. Qadrdon Sayguyan Jabbor hojim bilan bir chog'da mangan heliqi qisilchoq ko'chalarni o'tib, oyda 12 ming so'm uy ijorasi yig'ib olgan Tunvanning qo'risi oldiga kelishi. Ko'k sirlangan cho'ng temir darvozadan ikki odam chiqib, chiroq ostida nimadandir deyishmoqda edi. Ularning biri Yaqub hojim bo'lib, yana bir odamning kim ekanligini qadrdon toniy olmadi. Assalomu alaykum hoji. Tallari sog', o'zlari obdan turdimiki? Voy, va alaykum assalom. Mana hozirla Xolmat qorim bilan gapini qilyotdik. Dedi Yaqub hojim bodak soqolni tutamla. Qani, Xolmat qorim bilan ko'rishib qo'ya. Tinchlikmi? Obdan turganlar. Qadrdon ushluq so'ymi bosh, do'qi manglay, oq seriq, qosh kirpiklarining tayini yo'q, sidam yuz, yo'g'on burnining uchini qip-qizil qaportla qoplab ketgan. 44-45 yoshlarda bor bo'risiz, lekin enik uchida bir tutamni kelmaydigan qizg'ush, qisqa soqoli va qari yaktaklik bu odamga qarab ichida buning nari savdogarga o'xshaydi. Yililik katakdan qechib chiqqan tuxu o'g'risining o'zligi deb o'yladi. Shundaqdimi rasmiyat uchunlar qachon kella Obul Hasan kam o'zlarining to'sqinlarini qilgan edi. Bizda ko'lichi savdogarlar bakmi oz degandek yog'limi gaplarni qilib ko'ngilni yasab qo'ydi. Direktor Obul Hasan dedi Xolmat qorim salopatlikini yo'tilib qo'yib. Tizimlikdagi molga pul yetmay qolsa, Yaqub hojim berib tursin degan edi. Voy, albatta. Bu chaqqichimi shundoq bo'lib kelyotdi-ku, dedi Yaqub hojim. Voy, yuringlar. Uyga kirib choy ichgach, param qilmaymizmi? Mana, qadrdonmi kelib qoldi.
Xolmat qorim bugun kechda uchrashmasi bo'lmaydigan muhim ishi borligini aytib, xo'shlashib ketib qoldi. Yoqub hojim qadrdonni uyga boshlab kirib, karvatdagi ko'rpaga taklif qildi. Lekin qadrdon o'ltirmayla pusuqqida kulibdi. Kulisan-g'o, kulgidek bir ish bo'ldimi? Yoqub hojim piyolaga choy qo'yib yetib, qadrdon qaradi. Qanada paqina? Men bir anglab baqay. O, Xolmat qorim degan godoyning saqlig'i ko'zim ko'radi-da, dedi qadrdon yana kulib silib. Xuddi o'shki yo'lida yo'sig'in tepkishning o'ziga. Hey, Jabbor hojim seni gepi taylik bola degan rostganda. Yoqub hojim kulib soldi. Birdamdala Xolmat qorimning saqilini kichik bolaning tip o'ynaydigan tepkichiga o'xshatganingni qara. Mening saqilim borda. İçimde nimalarga o'xshatib bo'ldingki? Yoqubga, Oğlusam yaşımız 36'ladı baka. Neymi qilsiz saqal qo'yib olib? Qadrdon ko'ngliga yoqmaganni o'dildi daveradi. Bak mayna chiroy ko'rinib qoldi ekansiz. Qop-qora burut qo'yasiz, nima degan yaxshi? Endi hujumni man qartaydansa. Buni hujum deb tushasiz, qanday bo'ladi? Dedi Qadrdon. Zamanga loyiq, elga boyladim bo'ling. Yoki hojimlar saqal qo'ymasa bo'lmaydi deydigan rasmiyatim bormi? Saqal tog'qa, ay bo'ldiqlar. Qani, chaycha. Qachon kelding? Savol vaqti bilan. O tepki saqaldan pulni topshirib oldingizmi? Hey. Tuzuk gap bilan tuzuk. U degan 30 pora Qur'onni yotog'in qoran bilamsa? Sana 50 ming so'm pul bilan oladigan mollarning tizimligini aytibdi. İkimiz bo'laolamiz. Texi bu qatam ikki mashinamizni men ishlatmoqchi. Qo'rqmangizmi? Kiraqini al qatori berma. Bah. O bilan senning bola sevgiyam deb po'ratqani bekor emaskanda? Akalgan ikki mashina Gulqoq musofirlar mehmonxonasida qoldimi? Yo'q, Yeshil Qarg'ay mehmonxonasida. O nimishqa? Adash aymoqlaring bir tuxlaring ashar tursa. Shuning uchun Yeshil Qarg'ayga tushdim-da. Yoqub hojim choy ichmoqchi bo'lib ko'targan chinisini tutqunicha uzun tangirqab qoldi. Uning ko'nglida bu bola 20-30 yoshlarga borganda nima ishlarni qilib eta? Qara, tonish bilishlar tamlik soladi deb meni musofirlar mehmonxonasiga tushirmaganmi degan o'y leppida o'tdi. Shoferlarni o'rinlashtirib qo'ydingmi? İkisini bir yatak etmedin. Özünge ayrım. Demiş ki ayrım aldın. Sevgililerinin yanında pul olsun bulmuşsun. O düşmanlık buludu. Aklınga apre. Yakupka. Ben kaytay. Hayatım aldım bir taraf kılıp etip. Uyumuzga kelime. Bir yere çıkıp ketmen ha? Hatırcan bu. Qadrdon ertesi ertigandala ikki mashina Gulqoqni musulmonlar shirkati meva-cheyiz top setish bozoriga elib kirdi. Ko'rganlar, ko'rmaganlarga, anglamaganlar quloq beqishib, birdandala mashina atrofiga Uyg'ur, Xanzo meva-cheyiz xo'jayinlari, qoq-qoyinkeşlari, meva-cheyiz tijoratchilari to'plandi. Ular qoqning avrishkisini qo'ldan qo'lga o'tkazib, hech qanday evan topolmay qolishdi. Şundaq bolsunmu bozorda siyakka, chiqoqgan, ov tozgan, mol bezgan deb buqini mo'zaylatib, qo'shqorni qo'zlatmasa, uni bozor degili bo'ladi. Hey, dedi bir Xanzo qoq sodgari Uyg'urchani orolli yamilab. Shu bir chepi bo'lsang yaxshi bo'lankan. 60 tongna amashkan shu.
Şu. Arғы qısıldı. Pipi to'maq qaqchi. 60 tonna bo'lgan bo'lsa, bir vagon to'shqan bo'ladi. Uning bahosimi yuqori bo'ladi. Şuna, o 22 tonna qaqqa odatdagi mal hisobida baho qo'yildi. Dedi do'ppisning jiyaklari maylashib ketgan bomba soqoldari. Qani ayna? Bir nima demamsa, bahosini xo'p ko'rganlari oladi. Qolganlari peshonasidan ko'radi. Qaqning bahosini kelisholmay, shov-shov bo'layotganda to'p sirtida Matturg'un Shilim bilan Nuradil Panoq quloq qiqishib kusurlashmoqda edi. Matturg'unka, dedi Nuradil Panoq past ovozda. Bultur 10-joyda qoq akaydan qadrdon degan shu-ku. Shu. Abbos Bojongning bolasi deganda qilgan. Uning dadisi nima Bojongdi? Nuradilning ko'zlari chekchaydi. Elim avoq. Nurmat Pakarbaning deyishicha, Gungan Bojongmish. Hanzuchi atalg'u amal darajalarining ma'nosini bilmagan Matturg'un Shilim bilan Nuradil Panoq Gungan Bojongning o'g'liga muthamlik qilib sodini buzolmadi. Shunga so'rin ichiga yejib kirib keldi. Qadrdonovka, kelib qopsa. Xabar qilgan bo'lsang, oldinga chiqmay tuqma. Matturg'un Shilimning so'ng'in qo'li bo'shliqda sangilab qoldi. Qaqning bo'ladigan yerim degana. Men sening koni xaridoring-ku, ha? Sana bir egizli gap, dedi Qadrdon ochiqda. Men degan bahoni bera olsang qoq sening. Ammo so'zlashman desang, menda ranjiba. Amsa degira qani. 1 so'm 70 diye. Ondaqmi deb ketma. Bayatdan beri 1 so'm 50 tiyinning ustidik chiqmadi-ku. Ulansa o'xshamaysa. Demishqa sen alsang, bulturqi qaqning ziyinini to'ldirib olama, qutulma. Bu Matturg'un Shilim duduqlab ketdi. Bulturqi gapni Jabbor hojimdek yumshoq boshni quvvatini bilan men uning o'xshamayman. So'rinda qattiq kulki ko'tarildi. Qadrdon Matturg'un Shilimning ko'zicha qaqni 1 so'm 52 tiyindan setib etdi. Arqisiga bir qanchilg'an choponchilarni selib olib, bozor zo'toliq, mutahamlik, ushuqlik qilib, dandab qolgan Matturg'un so'rindan salpiyib chiqib ketdi. Nuradil Panoq uningga "Adibini beraylik aka", dedi Matturg'un. "O'lgan kirdim o'g'ri. Uni chekilib qo'ysang, Xotan, Urumchi, hatto ishkirladimi, nöşidir qistirib olgan eshakdek qechib yursang bo'ladi", deb silkib etdi. Ko'nila bola qilgan ish chala deb bekor aytmaydi ekan. Yuqursi 50, tövini 10 so'mlik bir quchoq pulni qo'yniga tiqib ketayotgan Qadrdon xuddi mazgilsiz samirib ketgan qo'rsoqlik boyvachidek irg'anlab orallanadi. Mang'on siri pul pastga silinib, ko'nglik etiki ishton toshmasidan chiqib ketadi. Qadrdon ko'nglining oldini, yo'llarini ham orqasini silg'ash, ko'cha avtobusiga oralli chiqib oldi. Avtobus ichida odam ko'p bo'lg'achqa, o'ri turgan Qadrdon tutqush baldoqni tutsa, qo'yindagi puldan ansiraydi. Tutmasi yiqiladi. Shu asnoda bir necha so'rin talat nimalar atrofini qo'rshab suvunishga boshladi. Ba'zi qo'llar ko'nglikning orqasidan silasa, ba'zilari qo'llarini tortishtiradi. Qadrdon tutqushni qo'yib, qo'rsoqlarni quchoqlab olgan edi. Daljugunib yiqilib tushib tasli qoldi. Bu chog'da yanchiqchilar bir-biriga ko'z beqishib, uni texmi qistab orig'i elib oldi. Qadrdon avtobus bekatida to'xtagan hamon ularning orasidan etilib chiqdi-da.
şoförünün qishig'i bordi. U qo'ynini ko'rsatib, hammasining puli ekanligini, avtobusda 3 yanchiqchi borligini tasdiq uqtirdi. Hanzo şoför uningga Dajaygo'ga bordiganligini o'qib, mashada qo'zg'almay o'ltir dedi-da, mashinaning orqa tarafiga olib qarab qo'ydi. Avtobus Dajaygo bekitib to'xtagandan keyin şoför qadrdonni pastga ep tushib, taksiga silib qo'ydi. Taksi o'ng tarafdagi tor ko'chaga aylanib kirganda, qadrdon heliqi 3 so'rin talatning avtobus aynigidan o'ziga tikilib turganligini ko'rdi. Yaqub hojimning ko'ngli to'ygandek ko'chada yo'l beshiga qarab turardi. Qadrdon taksidan tushgan hamon uning turqiga qarab yo kulishini, yo xafa bo'lishini bilmagan hojim uni darhol uyga kirib ketdi. Qo'rsoq, beqin, orqalaridagi kallak narsalardan ichi pushib ketgan qadrdon uyga kiribla ko'nglikini birla tortib edi. Karvat ustiga bog'liqlik pullar tushdi. Hay, yanada kichikliging borda sening. Yaqub hojim bosh chayqadi. 2 mashina mol olib kelgan odamning biror so'mkisi yoki safar chamidoni, ehim bo'lmaganda hamyon o'rnida popkisi bo'lmasa, shuncha pullarni o'g'irladek qo'ylarga tiqib, egri oyoq xotinlardek qo'rsqini pompaytib yursa. Bo'ldilar ajka. To'la taptani qilyapsizmi? Qadrdon karvatdagi pullarga qarab qo'ydi. Tizimlikdagi mollarni qacha olamiz. Xolmat qorin akagan 50 ming so'm bilan hozir 80 mingdan eshib ketdi. Nima? 30 mingdan ko'p dedingmi? Hojimni seçilib yotgan pullarga qarab qo'ydi. Nimadan ko'p? Qo'qoqni qanchadan sotding? Qadrdon musulmonlar shirkati to'p setish bozoridagi ahvolni so'zlab berdi. Hojim bir chekitga tikilganicha xili uzun zo'van surmay o'ltirib ketdi va ko'nglida savdo tijorat kasbida to'g'mi talanting borligiga shaksiz ishondi. Ey qadrdon, hojim sal o'ylanib oldi. 60-70 tiyindan setilayat degan molni 2,5 hassa oshirib setibse. Qandaq? O ishga sening bo'la? Bu vaqtda aramizda to'xtam yo'q, dedi qadrdon kesibla. Shunga hammani berib o'tishim kerak. Uning ustiga u bilasan kam odamlarni beqib bo'lanmay, halalukumga tushib qoldi. Pah. Qoldiskan sen juma. Seningdek sayg'iyani kunduzi chiroq yiqibmi topqil bo'lmas. Qadrdon shu kuni musofirlar mehmonxonasiga berib, Elimjon Nurmatlar bilan ko'rishib mo'dashdi. Ondan ularni oshxonaga akirib mehmon qildi. Ular tamoq yegash, yurti xotanda bo'layotgan o'zgarishlar haqida qaynab teshib so'zlashdi. U yerdagi tonish bilish, al-og'inlarni aslashib, deyishmagan gaplar qolmadi. Ular rasa qizg'in mo'nishib o'tirganida oshxonaga so'litini ot tortolmaydigan g'ayrat jondi. Oqsevriq yuzini donxirif besib ketgan qatang'ur Ayso Xinanjir. Orqasidan qarasa, tambal cho'kanga o'xshaydigan uzun choch abay gitarlar kirib keldi. Ular bultur ko'z do'stlik oshxonasida bo'lingan ko'ngilsiz suhbatni unutmagan bo'lsa kerak. Qadrdon bilan so'zli salomlashdi. Anlasak, sayg'iyam bo'lib ketibsa, dedi g'ayrat jondi tamakisini qing'ir tishlagan holda. Qandaq? Oyliqingga 800 so'm bera oldimi? 1000 so'm beryotdi. Qadrdon g'ayratning ko'rangligini so'ndirish uchun yolg'on aytdi. Texi mukofoti buning sirtida. Shundaqmi? G'ayrat jondi qizardi. Undaq bo'lsa, qaldisga. Anlasak, bu qatam 2 mashina malakapsa. Lekin Elimjon, Nurmatdek jon-jigar og'inlaringdan yo'shirib, haqlarga setibsan-ku. Aldin algin nab degan gap bormi? Biroq pulni ko'rganda ko'zing qizirib, Elimjon, Nurmatdek og'inlaringni unutib qolgansan, ha? G'ayrat jondi
bir qapas so'zmanlik qilib ketib qoldi. Lekin uning ta'addiy kinoyalari Qadrdon bilan Elimjonga neshtardek sanjildi. Yana bir tarafdan ularning o'ttirishidagi og'inbarchilik va do'stlikni so'g'uq suv sepib etdi. Elimjon Qadrdonga gumonliq ko'zlarini tikdi. Qadrdon, g'ayrat nima deb yuriyotdi? Dedi Elimjon qizargan holda. Ashundoq ishlar bo'ldimi? Bo'ldi. Buni bugun sizlarga demoqchi edim. Angacha g'ayrat deb soldi. Dedi Qadrdon iloji bor so'z uraniga diqqat qilib. Bultur qiqoq, uning ustiga Lokmur ochliq punktining omborida 40 kun yotgan bor. Ko'pinchisi qurt tushgan. Shunga onang baza, dadang baza deb elishib setyapti. Shundoq bo'lsa-mu, bizni xabarlantirib qo'ysang, bu maslahat ish qilmaymizmi? Nurmat Bakarmi xafa bo'lgan edi. Og'inbarchilikning yuzini qilmabsa juma. Bundoq desanglar, Qadrdonning g'o'jdi ochiq keldi. Bundan keyin sizlarni izlamasam bo'ladi. Manfaat ustiga qurilgan og'inbarchilik bir-birini aldaydigan soxtipazlikdan boshqa narsa emas. G'ayratjonning maqsadi shu. Tamoq shirasining atrofida odam yo'qdek jimjitlik bosdi. Bir chog'da Elimjon beshini ko'tarib og'inlariga qarab kuldi. Bo'ldi. Bu ishni atagimaydi. O'ylab baqsam, Qadrdonning yuqori oldida tili qisildigan yerlari bor ekan. Uning ustiga yangi ham bola saygigan. Albatta, tashkilning degan yerdan chiqmas bo'lmaydi-da. Xafa bo'lma. Nurmat quloqlariga chiqizardi. Qo'polga qisaldi. Qadrdon xuddi chivin yutib olgandek xomush holda yeshil qarg'ay mehmonxonasiga qaytib keldi. U ko'cha do'qmishidagi Polo podshohi oshxonasiga telefon berib, go'sh besib bir qoch polo akirib berishni buyurdi. Boya oshxonada Elimjon va Nurmatlar bilan bo'lgan ko'ngilsizlikda Qadrdon tomoqini yemayli chiqqan edi. U tozliq uyga kirib, put-qo'llarini yuyib chiqishda poloni kirdi. Qadrdon qo'rsqini to'yg'izib bo'lib, karvatiga yonpashladi. Biroq uning kalasida g'ayrat, Elimjon, Nurmatlarning degan gaplari zodili neri ketmadi. Qandoqdir bir savol oldida alanglab turardi. Bu savol savdogar, tijoratchilar, korxona, shirkat xo'jayinlari, xalqaroliq savdolarni ta'virtayotgan millionerlardir. Direktorlarning o'zlarining kasbiy sohasida zodi do'stlar bo'landi degandan iborat edi. Albatta, do'stlik, mehr-shafqat, barobarlik, mardlik, o'zaro hurmat ham fidokorliklarni o'ziga mezon qiladigan ulug' ijtimoiy birlik tuyg'usidir. U navbatida o'z do'stiga mehr-shafqat sharbatlarini so'nalaydi. Barobarlik, o'zaro hurmatni jondan aziz biladi. Do'stining qayg'usi uchun qayg'uradi. Azobi uchun to'lg'inadi. Hatto mardlik, fidokorlik bilan jonini ayamaydi. Ammo savdo dunyosining butun teni manfaatdir. Uning joni puldir. Birdan bir mezoni raqobatdir. Raqobatning yashmisi dushmanlashishdir. Xolos kalam. Dushmanlashib turib pul top deyilgan ekan, endi u tarafini aqlli o'qirmanlarimiz o'zi yeshib oladi. Qadrdon o'yla, oxiri birdilla qalbining cho'nqur ham qorong'u yerlarida lappir yongan bir chiroq dilini vallada yo'rtayotgandek bo'ldi. Darvaqa, savdogar ijtimoiy munosabatda bo'libmi o'z qavmi ichida do'stlik va burush ko'chinlariga kirib qolganda, to'limi ehtiyotchanlik bilan, ya'ni muz bo'lib to'nlatib, o't bo'lib ko'ydiradigan harorat emas, balki mo'tadilroq haroratni saqlab qolganda, ziqmo kavobni ko'ymaydi ekan. Qadrdon 7-sinfda o'qiyotgan chog'da adabiyot muallimi Donolar hikmat javharlaridan misol elib, mundoq bir she'rni do'stiga yezib bergan edi. Bo'lmaslik kerak do'stlikda undoq, ikki oraga
sığımıgıdek muy. Düşmanlikmi bolmagay onda, alanmıgıdek muhabbettim boy. İkki tarafini eyligey razı, bolsa her kimde mötüdülrak koy. Otning şəpsini köre körmey, qo'mashdek etilib turdigan qadrdonga bu she'rning qaysi misra, qaysi sahifalari yarab ketgan. Ishqilib, xotirasiga ko'chirib olgan. Hatto yodlab olgan edi. Mana bugun g'ayrat changdo ikki mashina melingni jon-jigar og'inlaringdan yo'shirib setibsan-ku deyish orqali do'stlar o'tirsa o't qo'ysa, Elimjon, Nurmatlar, hay, biz guli qoq yoki pul uchun do'st bo'lgan emas deyish uyoq tursin. Og'indarchilikning yuzini qilmabsan davatqinni qara. Bo'ldi. Bundan keyin savdo ko'chasiga kirgan ekanman. Oraga mo'y sig'mog'idek do'stlarim, xazinasi, muhabbatdan hid ololmog'idek dushmanlarim bo'lmaydi. Elimjon, Nurmat, g'ayrat jondolarning o'rtaq ilmi murodarlari bo'laman xolos. Qadrdon, atsi sahar turib, Yoqub hojimning uyiga bordi. Ular 4 kungacha Changjiang yo'li, poyezd stansiyasi, Qiziltog', Shaoshimin top setish bozorlarini aylanib, tizimlik bo'yicha 80 ming so'mlik mal oldi. Ondan hojimning 2 mashinasining kira haqqini so'zlashib, mallarni bosdi. Anavaqninglar Bilik Tordan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 6-bab 1990 yili sentabrning boshlari. Qadimiy to'g'riq, qor yog'ish, tuxumak, paxta yo'lg'inlar qoplab ketgan qor yo'lg'in ibtidoiy o'rmonligi ichida xuddi ko'p vagonliq poyezdek 30 yuk avtomobili jedillab ketayotdi. Bu rasmiy Saygiyan tojisini taqilgan 16 yoshli qadrdon Urumchiga yetkigan 300 tonna guli qoq edi. Direktor Obul Hasanning "Sen aeroplanda ma'lum" deganiga ko'nmagan qadrdon 30 mashinaning eng oxirida ketayotgan Yoqub hojimning Azot markalik mashinasida o'tiradi. Karvon degan hayvatlik ism qo'yilgan yuk to'shish kolonining xo'jayini Yoqub hojimning hozir Orolda 3 sharq shamali, 2 Azot markalik jami 5 mashinasi. O'zini qatqanda yanala 5 shofiri bor edi. Hozir Yoqub hojimni ko'rgan har qanday haqamsoya birodarlari to'nmay qilishi turg'anligi. Chunki qadrdon uni mayna chiroy degandan keyin u uzun o'tmayla bodek soqolni oldirib yetib, to'limi iskatlik burut qo'yib oldi. Hozir amdili o'ylangan yosh yigitlarga o'xshab qoldi. Shunga uning xotini bilan 2 qizi qadrdonning tili do'r bo'pti deb to'lim xush. Yoqub hojim g'alati odam. U qo'rsqi bilanmi, kiyim kechki bilanmi ancha hisoblashib ketmaydi. Hatto oilasiga voy deb ketgidek pul pichak avatmaydi. Uning 2 jup oyog'i, uyda kiydigan sopma kashini qo'shganda 3 jup oyog'i bor. Bu oyoqlarmi chamlangan, ba'zilarining purg'on pashnalari to'liqlangan. Qisqasi, hozir uni beqiyotgan oshu 5 mashinami mashina bozoridan oldi 40 ming, keyni 22 ming olgan ko'ni mashinalar. Biroq ba'zilarga 10 necha ming, ba'zilariga 5-6 ming xashlab zapchastlarini yengilib olgan. U pul topmadi emas, topdi. Lekin endi yig'ilib 2-3 kallaki yetib bo'lguncha mashina oladi. Qadrdon Urumchiga tunji qatim kelganda uning azobdan biri, Sharq Shamoldan 2, jami 3 mashinasi bor edi. U 1,5 yilga yetmagan vaqtda mashinani 5 qilib oldi. Qadrdon tunji qatim hojimning uyiga borgan vaqtdagi manzara ta hozirgacha uning ko'z oldida turibdi. Ko'ni adyol yepilgan karvat, oddiy gaz o'choq, bir yog'och sandiq, qo'ziqi iliqliq jaynamoz va davomli gaz o'choq ustida hammalardan man ativorliq degandek cho'qchiyib turadigan qora qozon mushu uyning asosliq xo'jayinlari edi. Hojim biror 200 mashinasi bor. To'shish yetkash kolonni qurish orzusidan hozirgacha voz kechgani yo'q. Dexe,
Muşu yakındala Qadirdan uningga: "Aji, yetib qo'pish, kiyim kechakni mayli deyli, lekin qo'rsaqqa obodonroq yemisini qandoq bo'lg'ini?" dedi hojim kulib qo'yib. "To'g'ridak yeyotman bu", dedi va G'aribulloh rivoyatni so'zlab berdi. O'tgan zamonda tog' o'nkirda yashaydigan bir dona munajjim bo'lgan ekan. U har kuni o'nkir oldidagi eriqdan eqib keladigan bir bosh savzini yeb, 40 yil toat ibodat qilibdi. Bir kuni tong sahar Allohdan vahiy kelib: "Ey mening taqvodor bandam, tiliking nima degan orzuyingni yetkazay" debdi. Munajjim: "Men har kuni bir bosh savzi yeb 40 yilni o'tkazdim. Şuna bir qatim nozu ne'matlar orasiga cho'kkim ba" deb javob beribdi. Alloh uni tilikiga yetkazibdi. Uning yemagan, ichmagani qolmabdi. Kech qo'rsiq og'rib, xalog'i ulgurolmay sirtqili o'tiraveribdi. U atiganligi chiqib o'tirgan yeriga tikilib qarayolmay, yo'q bo'lib ketibdi. Ham batbo'y puroq dastidan ko'zlaridan yosh quyilibdi. Shu chog'da Allohdan vahiy kelib: "Ey taqvodor bandam, nozu ne'matlar ichiga yana cho'kking bormi?" degan ekan. U: "To'g'ri qildim, Xudoyim, to'g'ri qildim. Mendan kufrlik o'tdi. Bu mendan rasvochilik. Nima degan badbo'y puroq, nima degan kelangsiz ham badbashira. Yanıla mening burunqi ixcham turmushim bakmi yaxshikan" debdi. "Hojim", dedi Qadirdan mashina haydayotgan hojimga qarab. "Mashinani yondab oldiga o'tkizsangiz, oldimizdagi bekatda tomoq yesak. Shofirlarning qo'shliq ochganda. Sizningcha?" "Ochmandiga. Unda qanday qilamiz?" "Nima deysa? Mushu cho'ldagi sizga bir bosh savz topqili bo'ladimi?" "Savzini qanday qilatding?" "Yeliqim munajjim donadek savzi yesangiz, tezligingiz ixcham bo'lmamdi?" "Sen muhamga rivoyat so'zlagan men bu ahmoq", dedi Yaqub hojim rost xafa bo'lgan holda. U ochiqra mayni bo'ldi degichi berdida mashinalarni yondab o'tishga boshladi. Shu kuni yuk tashish karvoni ko'rilib bugur bekatga bir-birlab kirishga boshladi. Yo'l egiz. Bekat pastda bo'lg'achqimi 10 tonna yuk bosilgan mashinalar asta irg'anlab pastlamoqda edi. Birdan bular bugur bekatning kengri ketgan qo'rosiga ustiga yeshil bir zint yopilgan 30 mashina ikki rat tizildi. Qadirdan Yaqub hojimni tilmashliqqa serib, Xanzo shofirlarning yeydigan qo'rima, tamoqlarini yezib oldi. Ondan Uyg'ur shofirlarning talablarini oldi. Ham shu bo'yicha oshxonaga tamoq zakaz qildirdi. Beliqut şirketinde avazlanıp, Beliqut doğruda anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anlatdik. Davomini ertadagi anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.